Assalomu alaykum, qadrdonlar, qadrli vatandoshlar. Havo ayniq, yomg'ir yog'ishiga qaramasdan hamisha sizlar uchun xizmatdamiz. Assalomu alaykum aka. Tarchamayapsiz Jahon aka? Xalqimiz siz biz uchun hamisha bahor uka. Hamisha. Sovuq demaymiz akalar, xudo xolasa bu sovuqlar ham vaqtinchalik. Endi Allohning ne'mati sovuq bo'ladi albatta. Sovuqmi, issiqmi, xudo xolasa xalqni ko'nglini olamiz, xizmatini qilamiz. Xudo xolasa. Aka, narxlar haqida nima deysiz? Nima bo'lyapti narxlar aka? Sindirib yuboraylik. Sindirib yuboramizmi? Narx uchun sindirib yuboramiz. Gap yo'q. Xo'p. Qanaqa mashinalar bor endi? Bu galgi videolarimizga Nexus 3lar ko'rinyapti, Spark, Cobalt, hammasidan bor. Qani bismillah, boshladik bo'lmasa. Kamerani o'zim olaga Jahon aka. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Qani bir sindiringchi aka. Sindirib yuboraymi? 2018-yil 1/19. Hali 18, 19 demaymiz. Xo'p. 2018-yilda hisoblayveramiz. Kraskasi ikkita sapachok tepasida bor, kapotda krilada bor. Ichiga o'tmagan. Ledlar qo'yilgan. 3-paysa dizayni bor. Salonlar holatda mana. Buni ahlidan sotuvdik, $100 zakalatini berdi aka. YouTubedan ko'rayotgan o'z zakalatini berdi 3 kun, hamma yo'q, 3 kundan o'tdi aka. Endi iloji yo'q. Pulimizni baylab qolmaylik, sotib yuboraylik aka. Telefon qilsak ko'tarmayapsiz. Xo'p. Metan gazlari bor. Generalni chiqarib olamiz bunga. Xo'p, generalni ham chiqaramiz. Necha pul endi bu aka? Buni narxi aka, xudo xolasa buni 9,5 ming deylikmi ahlida? Ya tushib bering. Ha? 9300 generalning ichida xursandmisiz? 9300, 9 ham deyoringchi. 8800 generalning ichida bo'ldi. Baraka. Gap yo'q. Xo'p. Bunisi aka 2023-yil kraskasi toza. Xo'p. Birinchi paysi sidenalar, sida abagrif bor. 3 diska balonlari bor, mana yangi. Probegichi aka buni? Probegi 164 ming. 164 ming yurgan. Salonlar holati mana. Hoppa. Ahlidan bomba qilib yuboraylikmi? Qani buni ham bitta sindiringchi aka. Ajomas bir 7000 narx aytib yuborsiz. Ahlida 11800 ga nima deysiz? Endi gapiringda mana ahlida. Qiziqtiring, zerik qolmaylik, havo aynisa bizdan aynib olmaylik-da. Men boshida aytib qo'ydim. Endi boshida aytib to'xtab olmaysiz. Nimasi ichida? Oldi sotish shartnomasi xohlasa oldi sotish shartnomasi ichida. Necha dedingiz aka buni? 11800 ga 23. 23, 11800. 11 ga bo'ladimi? Uka 11300 ga berdim mana. Uka ana siz tushib qo'ydingiz, men yana tushib o'rtada qilib qo'ydik $11300 ga uka. $11300 ga $1000 bilan chiqarib beraman. Uka bo'ladimi? $1000 bilan. $1000 hech nimaga rasxod qilmaydi. Bo'ldi. Qorasichi aka? Naqqa ham, bankka ham bir xil variantga akalar 6 oygacha olib beramiz, 50-60% puli bo'lsa, u bo'lakcha savdo qilamiz, kelishuv savdo qilamiz. Gap yo'q. Qorasi mana 177 tonirovkalari bor, 22. 2022. Qancha yurgan? 100 ming teparoq yurgan bu ham. 100 ming teparoq. Necha pul aka bu? Kraskasi top-toza. Kraska toza ekan, mexanik. 11300 desa nima deysiz ahlida? 11300. 2022? 22 toza. Ya tushib bering Jahon aka. Tushib bering. Nech pul tushib beraylik ahlida? Endi menga qolsa bir shu 10 dan atrofida sizga qolsa bekarga ham bir 10 dan atrofiga deyapsiz. Ahli 10 dan atrofiga kam bo'lib qoladi. Gap yo'q. Sazingiz o'lmasin. 10600 ga nima deysiz mana ahlida? 11300 dan 10600 ga tushib qo'yapti. Odamni yuzi issiq, yana o'tib beradigan joy bo'lsa, kelsa o'tib beramiz. Kelsa o'tib beramiz, bo'ldi. Gap yo'q. Aka necha pul bilan chiqadi bu? Bu ham 1000 bilan chiqarib beraveraman. $1000 bilan chiqaverar ekan akalar mana. Qora Gentra mexanikasidan bosamiz. Necha pul qo'ydik dedingiz hozir buni? 10600. 10600. 10400 qo'yib oling, halqa bo'lsin, bo'lsa. Hazillashmang, yana o'tib yubordingiz-ku. Qo'y o'taveramiz, uka xudo olsa rizqini beradi, biz ham naplanamiz. Qora bayirlarni bitta joyga qilib qo'yibsiz-da? Ha, 101. Bittamiz osish ketib qopti ish bilan. Ha. 101 22-yil. Xo'p.
2022. Top toza. Toza. Yurgani qancha buni aka? Yurgani 100 minggacha teparoq u. Propanmi? Metani bor. Metan bor. Tonirovkalarini qarang, betonu. Rullar qo'yilgan. Mers, rul, monitor. Salon kamchiligi yo'q, to'g'ri, zo'r salon. Kamchilik minish kerak shu. Tamam. Metan bor ekan. 4-pakalena metani ham. Pakalena. Aka bo'lsa, anqa bo'lsa, bitta sindirib bering yana. Bo'lsin, halqa bo'lsin. Qani 3800 ga nima deysiz? 22 midi bu? 22. Xo'p. Juda balandda aka. Qimmat deb kommentariy yozishyapti. Gapi 13,5 mingga bo'ladimi? Bitta geni bonus. 13 ta atrofichi. 13400 yana. Bitta geni ashunda ham bonus. Xo'p, geni ichida deyapsiz. Bo'laveradi, aloqaga chiqaverasiz. Olasa oldi sot shartnomasi ichida. Bo'ldi. Bunisi. Bu 23-50 ming yurgan, kraskasi toza, 3-paysa luki yo'g'idan. 3-paysi luki yo'q xolos buni. Ha? 2023 50 ming yurgan. 23. Tozami? Toza. Metan bormi? Bor. Salonlar holati mana. Orqasida monitorlari bor ekan. Ha, bor. Hamma yo'g'i bor, tonirovkalari bor. Deb, yo'q, qani buni metan sotib yordinglar, mana qo'yib bor, benzinda ekan bu. Metanligini sotib yordinglar mana. Metan qo'yilmagan ekan bunga. Eshigi ham yo'q ekan, sotib yordinglar mana. Yo'q, hali 0.44 yana bittasi ketdimi? Ha, u sotildi. Men ashi debman. Ha, bu ham ashi 50 ming yurgan, buni ham yurgani bir. Nechi pul aka bu? Luki yo'g'i. 13800 ga nima deysiz? Xo'p, 13800 ga 50 ming yurgan. Juda baland aka. 13600 ga bitta generalnik ichida. 13600 gami? O nechi pul tushyapti shunda? 200 xolosmi? 200 tushdim, xolos bitta geni bilan 300 tushib qo'ydim uka. Yana o'tib berasiz-da. Kelarsan uka, gaplashamiz. Bo'laveradi. Endi Kobultlarimiz. 2020-yil. Xo'p, 2020. Petnosi bor ikkita yerida. Ikkita yerda Kapot petno. uchida, orqa kapotda petnosi bor. Aha. Bagajida. Tonirovka 11 oy ruxsati bor. Bu hamma mashinalar tonirovkasi bormi? Borida bor, yo'g'ida yo'q. Gap yo'q. Metani bor. Metani bor. Nechi pul bu aka? Buni narxini Mexanik. bir pechat desa, hijolatchi bo'lib ketadi 9800 ga bitta generalnik ichida. Buni ham 1600 nechi edi bu aka? 20 2020 mexanika. Qancha yurgan? 200 ming teparog'i. 1600 1700 puli borga chiqaveradi. Naqqa ham, bankka ham asha 10 ming desa hijolatchilarga 9800 bitta generalnik ichida. Jinday balat. Indamay turmay bo'pti Jinday gapi. balat. 9600 ga yana 200 dollar o'tib qo'ydim bitta generalnik ichida. 9000 dollarga bering. 9000 dollarga o'zim oldim. Ahlidan necha sarflab qo'ydim. Qo'shadi bo'pti shunga. Kelarsan. Nechi pul bilan chiqadi bu? 1500 1600. Barter bor emasmi hammasiga? Liboyiga. Gap yo'q, barter bor. Faqat Devoda yaxshi mashinalari bo'lsa 12 ta viloyatga beraveramiz. 12 ta viloyat bitta respublikaga nima deysiz? Ana bo'lmasa. Bunisi 24 50 ming yurgan. 2024 50 ming yurgan avtomat, gazichi, Benzinda benzinda. Pulichi aka buni? 12800 ga nima deyapti? Bu yangi mashina. Mana salonlari 54 ming yurgan ekan. Polilar qilib qo'yilgan, bar qo'yilgan. Hop. Gazlari bor, mashinaning holati. Orqalari, oldilari ham tonirovka qilingan ekan, oldilari ham. Ha. Tushib bering endi aka, mana shunchasidan tushib 12600 yana. O'tib berasiz 12600. 12500 ga generalnigi olib sot shartnomasi Ichida. Bu ham 2100 bilan chiqaveradi. 2000 4 million 200 4 million 100 dan chiqadi. Hop, Hammasini narxini aytyapmiz. 3 million 600 3,5 million. Bular jentralarcha balandroq chiqadi. 4,5 5 atrof chiqadi. Uka shu ko'rib turgan binolaringiz hop. ijaraga ustalarga beramiz. 3 ta mana ravot turibdi. Kuzov,
elektrik, motorist kelovlarda beramiz. Mana shu bino beriladi arendaga. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqisha olsinmi? Ha, chiqisha olsin. 11:00 11:10 ga. Bo'ldi. Uka 620. Xo'p. Mingani bildirma. Xo'p. Pechkalarni ahvoli, sidenalarni isitib olib yursa bo'laveradigan 22-yil kraskasi toza. Metani bor. Metaniga kerak bo'lsa bonus deyapsizmi ahlida? Ha. Bitta bonus 4-pakalini propan ham qo'shib beraman. Yo'q, hazillashmang aka. Qo'shib beraman propan. Necha pul ila? 2022 toza. 2022 toza. 177 mi yurdi? Metaniga propan ham qo'shib berishar ekan. Necha pul aka bu? 4 ta balon yangi. 4 ta yumshoq balon. 11700 jicha kami bor. Bu ham mana shu 1700-1800 bilan chiqaveradi. Kami bor. 11,5 mingga olib ketorsin, bo'ladimi? 11 da atrofida bo'lmaydi. 11400 gani siz gapingiz gap. Nimasi ichida bo'lyapti? Shu narx tushganda ham propani bonus bo'lyapti. Xo'p, bunisi-chi aka? 2013 kapot ustida petnosi bor. 2013 kapotni ustida petno. 3-paysi. Qancha yurib qo'yibdi bu? Endi bu qari tulporimiz 500 ming yurib qo'yibdi, 500 teparoq. 3-paysa mexaniki. Xo'p, 500 da atrofida yurgan. Motorlari, hadovoylari zo'rmi aka? Chotki. Aka bu generallik ham chiqaradimi bularga? Chiqadi. Aksion nomerlariga chiqmaydi-a? Aksion nomerlariga chiqaraveramiz, nimaga chiqarmaymiz? Chiqaraveramizmi? Bog'lab chiqaramiz. Bu necha pul bilan chiqardingiz buni? Bu 2,5 ming, 2 ming puli borga chiqaveradi. Necha pul deyapsiz buni? Buni 6900 dan jicha o'tib beramiz. O'tib beramiz. 6,5 mi endi aka? 6,5 ga oldi ahlini mana egasiga telefon qilib beraman, gaplashib olaveradi. 50 so'm, 100 so'm ustiga yursa beramiz. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi 2019-yil. 2019. 135 ming yurgan. 135 ming yurgan. Kapotda mana yerda petno bor. Shu yerda petno bor. Qolgan joyi toza. Xo'p, mexanika bu ham, ha? Propani bor. Pakalini gazi bor. Ochoring. Dadil ochoring. 135 ming yurgan. Pakalini. Xo'p, gazlari bor. Necha pul bu aka? Buni ham 9800 ga qo'yib yuboring. 19 a? 19. 9800 ga. Hali qimmat yurganicha ozlaricha qimmat bo'ladi akalar. 20 ni puliga mana misol. Shu bera, ha. Tushib beramiz, tushib bermaymizmi, mas kelsin gaplashamiz. Kelishamiz. Oldi sot shartnomasi ichida gapi 9,5 ming gap ketadi. Xo'p, yana kelishamiz endi odam. Yana kelishamiz deganingiz gapi 9400 gap ketorsiz. 2023-yil. Hali yangi chiqqan chiqqan siyotmi? Sizga aytyapman, kilometri ko'proq, puli arzonroq uka. 23. Kraskasi toza. Qancha yurgan bu? Bu ya 200 ming teparoq yurgan. Mexanika bu. Toshkent, Andijon ketamiz deb yurgan mashinada endi uka. Biz borini bor ayta olamiz uka. Hadovoy motor korobka to'ni. Mana salonlari holati 23. Gazi bor. 2 mexanika. Necha pul bu? 10600 ga nima deysiz hali? 10600. 2023. Unda atrofida bitib qoladimi? 10300 ga olib ketorsan, oldi sot shartnomasi ichida gap yo'q. Xolasa bitta kel. Bo'ladimi? Jinday balandda aka. 10200 ga olib ketsin, gap yo'q, bitta geni ichida. Va 10200 ga ham balad jo'g'ini. Uka, zo'r narx oldi. 10.000chi. Sindirib yubordingiz uka. Bo'pti, gap yo'q, 10.000 ga ishlama qilib bermayman. Yo'q, qilib berasizda. Unda ziyon bu generalni. Unda 19-20 ni pul olib qoladi-yu, foydasi yo'q uni. 23 a buni yili. 23, 10.000 ga olib ketorsin uka. Qimmat deganlar ko'rib olarsin bozorda. Ko'ring mana. Spark. 18-yil bu. Bu yevromi bu? Ravonmi? Yevro, ravon. uka, buni 2-3 ta petnosi bor. Xo'p, 2-3 ta joyda petno bor ekan.
Monitorlari bor, pult bor, Bor. chexol, polik, molik hamma yo'q qilingan ekan. Bu yurgani qancha? Yurganmi bir 200 mingmi bu? Hoppa. 254 ming. 254 ming yurgan. Pakalina propan ha? Metan. Metanmi? Pakalina mana metallarini qarang. Nech pul endi bu aka? Ahlidan 6800 ga nima deysiz-ku? 18 mi? Shartnomasi ichida 6600 ga. 18 midi? 18. 6600. Ya yana o'tib bering aka, 100 zo'r bo'ladi. dollar Mustang o'zidan keldim desa bonus ana. Bo'ldi. Yana o'tib berishdi mana. Archa balonlari, dokumentlar behijolat, barter yo'llari bor. Notariusda bera oladi. Bo'ldi. Bunisi? 2010-yil uka. Aha. 2010-yil. 2010 bu. Bu qanaqa bu cho'kkomi? Qora. Qorasidan. Salonlari, monitorlari, deflektor, hop video registrator, pult bor ekan. Gazi bor. Endi qimmat deydi-yu, Stoplari. endi bizga qimmat kelib qolgan, qimmat aytamiz. Hali xalq xafa bo'lmasin uka. Aha. Hali qimmat ekanu, anaqa ekanu, mana uka. Mana arzon misol aytdik, to'g'rimi? Ha. Gentralardan arzon aytdik. Endi uka buni 5400 ga qo'yilgan narx. O'tib beramiz uka, xudo xolasa. Xo'p, o'tib beramiz. Albatta. Bo'ldi. Tonirovka ruxsatlari bor-ku? Bor. Bunisi-chi? Bu 2012-yil Toshkent motor. 2012 Toshkent motor. Yumshoq balon. 13 bu, 13 ekan. Necha bu pozitsiyasi? 13. 1 yevro. Birinchi pozitsiya yevro. Ha, buni o'tgan safargi videolarimizda ham chiqarganmiz. Salonlari, chexollari, poliklari, podsvet qilingan ekan. Gapi, mo'ng'aning rangini. Yumshoq ekan-a? To'g'ri, uka, mingani tayyor. Aka bo'lsa, halqa bo'lsa bitta sindirib bering buni ham. 5600 ga olib ketaversin. 13 mi? Oldi sot shartnomasi ichida. 13 a? 13. Qancha urgandingiz? 135 ming. Tozami? Ha, toza kirasi. Gazi bor. Gazi bor, metani bor. Yana bir kesin ustida gaplashamiz. Uka, kesin ustida gaplashamiz. Oldi sot shartnomasi ashunda ham ichida kuchda. Bo'ldi. Bunisi aka? Bunisi 2014 uka. Xo'p, Kraskasi toza. toza. Mana shu yerda petnosi bor mana. Shu yerda petno. Nech pul deyapsiz buni? 6300 işte generalnigi ichida holisi oldi sot shartnomasi ichida. Xo'p, rullar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Xo'p, balonlar qo'yiladi mana. Aka bundayroqqa to'g'rilab qo'yman, endi mashina o'tolmaydi yoqib qo'y. Yo'q, oppa, qo'yib turaylik, mana olib olaylik. Xo'p, o'tib beramizmi buni ham aka? Beramiz uka, bunga ham generalning ichida gap. Generalning ichida yana o'tib beramiz. Xo'p, bunisi-chi Nexus'larimiz. 2018-yil. 18 Kraskasi toza. toza mexanika, ABS kondisioner Bor uka. bor. Salonlari holati, chexollari, Chiroyli, polik xudo xolasa. qilib bo'lgan. Qancha? Jon aka, bu nech pul endi bu? Buni 7700 uka generalning ichida. Qilib beramiz a? Beramiz. Yana tushib beramiz. Xudo xolasa kelsin kelishamiz. Kelishamiz. Xo'p, bunisi-chi aka? 2020 Qorami bu yo cho'kkomi? Jika. Jika. Xo'p, jika. 2020-yil kraskasi 2020. toza 200 ming teparog'i yurgan. Xo'p, 4 ta Cobalt yumshoq baloni bor, to'rtta Cobalt diska balonlar qo'yilgan. Balonlar ham yaxshi. Xo'p, salonlarni ham mana bir qator ko'rasizlar. Chexol, polik, molik deydi-yu. Mashina qarab qo'yilgan. Endi mo'ka qilingan, yong'in rioyatni ko'ryapsizlar. Nech pul bu aka? Buni ahlida 8,5 mingdan jicha o'tib beramiz. Xo'p, 1300-1400 dollar puli borga bu ham 3 million 300 3 million 400 mingdan chiqaveradi. xo'p. Barter bor. Barter bor. O'tib beramiz. Variant bor 6 oygacha. O'tib beramiz. Bo'ldi. Bunisi-chi? Bunisi bir qator yengil sepib qo'yilgan. Hop. Butun. Aha.
2018-yil $6600 Aha. $6600 o'tib beraveramiz. 6600 o'tib beramiz. Gazlari bor, hamma yo'g'i bor. Mana salonlari. Poliklari. Qancha urgandingiz aka buni? Bu ham hozir mana 94 ming yurgan. 94 ming yurgan. 6600 dan $100 o'tib bering yana. Ahlidan mustamizdan kelsa. Xo'p. Mana qadrdonlar, ishqo'z minarmallari bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqamiz. Bunisi-chi? 2023-yil 32 ming yurgan bitta Krilada petnosi bor. 2023. Optira diska balonlarda bor. Xo'p, optira diska balon, monitor, Metani bor. metan Bu bor. Yevroga chiqqan monitordan zavodchi ko'r. Yo'q-a? Mana. Ey gapi. Salonlarni qarang buni. Akkuratni, chiroyli haydalgan ekan. Chiroyli haydalgan. Nechi pul bu aka? Buni ahlidan $9800 dan o'tib beramiz gapi. 9800 o'tib beramiz. Xo'p. Nimasi ichida qilib berasiz endi kelishgandan keyin? Xohlasa oldi sot shartnoma, xohlasa generalnik ichida. Generallik ichida qilib beriladi. Qilib beramiz. Gap yo'q. 9800 kami bor, ana shundan tashqari qilib beriladigan bonuslari. Xo'p, yana bonuslari bor plyus-a aka. Gap yo'q. Barter yo'llari bor. 12 ta viloyat, bu ham bor-a? Bitta mo bor edi. Gentra mana. Necha ekan buni yili? 2023-yil ahlidan 2023. Full da bu. eng fulli. Full chexol, monitor, polik. Qancha yurgan? Buni yurgani ahlidan 35 ming yurgan. 35 ming. Trapani bor. Shumkalari bor, yurgan. turtirasiz. Shumkalari bor. Amerikanka optira qilingan endi bunga. Xo'p. Nechi pul bu? Ahlidan hali 15 ming deb berdik, 14800 ga generalnik beraylik. 14800 ga jine balatmasmi aka? Ahlidancha rasxod qilib qo'ydik bunga. Buni to'g'ri 14,5 ming qo'yganmiz. Hop. ABS chiqmagani u 23lar. ABS qo'yib qo'ydikda $400 ga yaqin pul ketib qoldi. Hozir qancha deyapsiz? 14800 cha o'tib beramiz. O'tib beriladi. Bu o'tib berilar ekan. O'tib beramiz deyishyapti. O'tib beramiz. Xo'p, mashina tayyor ekan, hamma yo'q qilingan. Tonirovkalargacha qilib qo'yilgan. Sonsiz ashnilar urib qo'yilibdi. Propanmidi bu? Propan 4-chi. Propanda. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. Albatta akalar, manzillarni eslatib o'tamiz. Bu tomondan kelish Piyospaya 36-post tomon ahlidan olib qo'ying. Bu tomon. Ha. Aha. Svetofor bor, va Pepsi ostanovkadan o'tgandan keyin yo'lni bo'yida. Bu tomon Sharxon Asaka 80 metrda svetofor'i bor, ana shundan to'g'ri Jahon bozori yo'lga yurib tushib kelaveradi. Digital hub bor, u Oltin saroy to'yxona bor, gaz zapravkalar bor 2-3 ta qatorasiga. O'zi yo'lda bo'yiladi. Yo'lda bo'yida o'zi ko'rinib turadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar telefonlarimizni mana 50 540 1100 50 540 1110 telefon nomerlariga murojaat qilinaveradi. Gap yo'q. 12 ta viloyatga beraveramiz. 12 ta viloyatga akalar bozorga qarab narx-navo qo'yapmiz. Aka har xil negativlar bo'lmasin. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha biz faqat xalq minsin deymiz, sinishini xohlaymiz. Aka eslatib o'taman, o'y negativchilar, iloji bo'lsa naqd pulga olgan zo'r. Xudo xolasa, gap yo'q, naqd pulga hamisha olgan yaxshi. Naqd pulga ham dadil savdolashib aka. Iloji qo'lni qisib sindirib yuboraman demaydimi? Tushmayamizmi biz narxlarni? Gap yo'q, akalar mana bemalol tasrif buyuraveramiz, xudo xolasa. Kelaveramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, bosamiz. Muzdan deyish esdan chiqmasin. Manzillarni ham mana tushuntirdik, Jahon akam shu yerda, xudo xolasa. Akalar omad, Ishlarga omad aka. Albatta kutamiz.